Salom, men Akmilk sutiman. Bugun sizga ortimdagi sigirlardan fermamizda qanday qilib sut olinishini ko'rsataman va tanishtiraman. Fermamizdagi barcha sog'in sigirlarga to'g'ri ratsion bilan yem beramiz, natijada esa sifatli sut sog'ib olamiz. Bu esa ishonchli deganidir. Bu yerdagi juda toza va ozoda sog'in zallari Yevropaning eng so'nggi zamonaviy texnologiyalari bilan jihozlangan. Sigirlarni sog'ib bo'lgach esa tayyor sutni sifatini saqlab qolgan holda mana bunday maxsus mashinalarda Akmilk zavodiga jo'natamiz. Har qanday ob-havoga qaramasdan sutlarimiz zavodga sifatli va aytilgan vaqtda yetib boradi. Endi esa sutlarimizni yuqori haroratda pasterizatsiya qilish jarayonidan o'tkazamiz. Bu eng asosiy joyi. Sutlarimiz pasterizatsiya qilingandan so'ng sovutiladi va mana bunday polietilen plyonkalarga qadoqlanadi. Keyin esa sotuvga tayyor bo'lgan mahsulotlarni maxsus izotermik mashinalarda shahrimizdagi do'konlarga tarqatamiz. Namangan shahridagi barcha oziq-ovqat do'konlarida bizning Akmilk sutlarimiz mavjud. Foydalaning va sog'lom bo'ling.